Sotdi. Ha, oyijon. Hisoblab bo'ldingmi? Hozir. Mana bu pensiya pulimni ham qo'shib hisobla. Oho, hatto podshoh Harun al-Rashid ham bunaqa pulni tushlarida ko'rmagan bo'lsa kerak. Baqvoy. Bunaqa xarajatni hech kim ko'rmagan. Bu hovlida 50 dan oshiq odam o'qitiladi. Yashang. Sotdi. Labboy oyijon. Buncha emillading a? Hisoblab ko'r, qancha bo'ldi? Yozib qo'y. Mana oyijon. Itogo. Etogangning keragi yo'q. Hammasini o'zim yaxshi bilaman. Chiqim daftaringni och. Xo'p. Qani, kimga nima kerak? Tortinmay aytaveringlar. Bular bo'lmasga puli yo'q. Ammo lekin zarurni aytinglar. Xo'sh, kimning nima gapi bor? Oyijon, ingliz tili o'rganmoqchi edim. Kecha ishxonadagilar My Teacher platformasini tavsiya etishgan edi. Ularda haqiqiy ingliz o'qituvchilardan til o'rganish imkoniyati bor ekan. Ha. Ingliz bo'lsa nima bo'pti? O'zbek o'qituvchilardan ham o'rgansa bo'laveradi. Nima? O'zimizniki teshib chiqadimi? Oyijon, kuni kecha nabirangiz bilan xabarlashgandim. U ham ingliz tilini o'rganishim kerak. Shuning uchun My Teacherdan o'qiyman deyotgandi. Sotdi. Yoz. Bashoratning o'g'liga 6 oylik My Teacher platformasi obunasi. Rahmat oyijon. Ha, Nigora, senga nima kerak? Men ham stipendiyamdan ingliz tilini o'rganmoqchi edim. Lekin o'ylab qarasam, chuchvarani xom sanabman. Ha, barakalla. Oyijon, nisiflardan tashqari kuzatib borishga 2 ta o'zbek kuratorlari ham berilar ekan. Qoyilmisiz? Eng asosiysi 6 oy mobaynida 0 dan B2 tilagacha bemalol chiqsa bo'lar ekan. Ha, mayli. Bilim uchun bo'lsa pul ajratamiz. Faqat keraksiz narsalarga emas. Lekin bir sharti bor. Hammalaring eng kamida 7 IELTS olasizlar. Yashang.